Kechasi Shag'alni uyga olib kirib qo'yib, sochlarni tarab 2da kechasi dadamni kutdim. Malades deyishini. Shag'alni kim bu yoqqa olib kirib qo'ydi? Men dada. Sen farosatsiz birinchi g'ishni olib kirsang bo'lmaydi. Rahmat yo'q. Polvon, yigir. Tepa o'tib ketyapti dadani. Chiqisi yo'q. Doktor chaqirayapsiz, chiqisi yo'q. Yo, dada bilan biz dada bor-ku, dada. Dada dunyo bo'yicha buyuk odam edi men uchun. Hammani dadasi ham o'ziga shunaqa edi-yu. Hech narsani hal qilmaydigan odam dada hal qilardi. Dada eng buyuk odam edi. Men uchun ham, hammamiz uchun ham. Dada bilan so'rashish, dadang chaqiryapti deyish bor-ku. Nima qildim ekan meni? Nima meni chaqiradi? Urganidan rasmini olib, oynada uyda xonaga kirib, "Va dada, nima meni urishaverasiz? Nima boshqa bolalarni urishmaysiz? Nima men yomon, meni topganmisizlar? Mana o'g'lingizni urishing, bugun gapiraman" deb repetitsiya kecha